2 yoshlik o'g'limni bog'cha oyasi Koreyaning milliy kiyimini, ya'ni hanbokni kiydirib jo'natib yuboring deb aytishdi. Chunki bu hafta Koreyaning milliy Chuseok bayrami bo'lib o'tadi. Shuning uchun bugun o'g'limni bog'chasida Koreyaning milliy bayrami, ya'ni Chuseok haqida tushuncha berishar ekan. Men O'zbekistonda yoshligimda bog'chaga borganimda har qanday bayramga qizlar oq ko'ylak, o'g'il bolalar esa kostyum kiyib kelishar edi. Lekin Koreyada unaqa emas ekan. Koreyada har bitta bayramiga Koreyaning milliy kiyimini kiydirishar ekan. 2 yoshar o'g'limni bog'cha oyasi Koreyaning milliy kiyimini kiydirib jo'natib, o'zi bilan qo'shimcha kiyim ham jo'natib yuboring degandi. Qo'shimcha kiyimini paketga solib, ustiga ismini ham yozib qo'ydim. Sovunni bog'chasida pampersi tugagan ekan, bir pachka yangi pampersga ismini yopishtirib jo'natib yubordim. O'g'lingiz 2 yosh bo'pti, nimaga garshokka o'tirishni o'rgatmaysiz deb aytishinglar mumkin. Garshokka o'tirishni har kuni o'rgatamiz, lekin hali beri o'rgana olmadi. Bugun kariz qaynonamga uyni ijara puli bilan cho'ntak pulini beradigan kunim, shuning uchun ertalabdan kayfiyatlari juda ham zo'r. Shundan foydalanib qaynonamning mashinasida bog'chagacha borib oldik. Kariz bog'cha oyamizni aytishi bo'yicha 2 yoshar o'g'limni bog'chadagi qizlar juda ham yaxshi ko'rar ekan. Lekin baribir o'g'limga o'zbek kelin olib berishni niyat qildim.